Ya, voy. Kuyov anani qara. Ana Mutaybadagi farzandlarmi? Men taniyman. Yur, bir rasmga tushib olaylik. Taniyman. Yur rasmga tushib olaylik. Qo'yingga. Yur, birga rasmga tushib olaylik. Yur. Yur. Nima deysiz? Ha, endi keling bir rasmga tushib olaylik deymiz endi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatingiz yaxshimi? Yaxshimi? Qanday? Yaxshimi? Nima xafa bu xotin o'rgan erkak o'xshab? Kuyovmi bu? Kuyovda bu. Siz anaqa Kuyovingiz bo'lsa hech kimga eshitmasin, yo'qoting buni. Fazl aka siz ana Mutaybada chiqadigan Fazl akasiz-a? Fazliddin bobo deyingi. Yo'q, Fazliddin bobo. O'zir. Biz siz bilan sizga oilaviy muxlismiz-da. Har doim ko'rib yuramiz. Rahmat, har doim oilaviy ko'ramiz. Hammamiz qiziqamiz. Mana kuyovim ko'radi-da, kuyovim qiziqadi. Kuyovingiz ko'radimi yo ko'rolmaydimi? Sal ko'ramasak ham bor ozgina. O'zidan ko'rinib turibdi-da. Qancha katta rahmat, katta rahmat e'tibor uchun. Aylanib yurdim. Yashang. Yana ko'rdingizmi bu shaharimiz bilan? Rasmga tushib oling, ertaga Ular rasmga tushmoqchi edik. Rasmga? Birga rasmga tushsak, endi ertaga ana nevaralar ko'rib yuradi. Keling. Qani, olasan rasmingizni? Do'stan bu ham tushadi. To'g'ri qarab nima, через sputnik olamiz biz rasmni. Zamonaviy bo'lish kerak, gapni. Zamonaviy, через sputnik olar ekan. Yoqqa. Yo'q. Kepagami paskami? To'g'riga qarang. To'g'riga. Keyin sharoitga qarang. Chiq ketdi-ku, bo'ldimi? Ha, bo'ldi ana. Katta rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Yozing. Nima? 98. Endi qarang. Radarga tushsangiz jarima to'laysizmi? Ha, to'laymiz. Oshxonaga kirsangiz jarima ovqat pulini to'laysizmi? Ha? Nima bozorga kirib kiyim-kechak olsangiz pulini to'laysizmi? Biz ham rasmga tushishimiz pullik katani yozing. 98 60 02 Ja, unaqa muxlis emasmiz sizga. Hech qanaqa. Yo'q, biz unaqa muxlis emas. Hozir. Olmas. Sog' bo'ling. Nima dedim? Yaxshi bo'lyapti. Birovni uyda o'tirsa, kim o'tirsangchi, uyingda emassan-ku. Birovni uyi bo'lsin, bojani uyi-ku. Nega keldingiz? Boja nega aytdingiz o'zi qaynotani bugun? Qaynatan zertib ketgan ekan, chaqirtirdim keyin. Birpas dam olib ketsinlar deb. Bekor chaqiribsiz-da. Nega? Bo'lganligi aka qomatilib oladi. Qanday jigarim? Hozir. Va bojalar kelinglar. Mana shashinglar zo'r ish o'tdi. Qilib beramiz, chiroyli. Yeyish tekin pul. Pulni men shunday bitta duo qilib qo'ysa bo'ldi. Men duo qilay, uni berib ketay.